Assalomu alaykum aziz dehqon akalar, ukalar. Bugungi videomizda yangi kelgan Zuba 4x4 traktorimiz va O'zbekiston uchun yangilik. Rotorning kassilka traktorning oldiga o'rnatiladigan. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, hozir ishlash jarayonlari va undan keyin to'liq obzorlarni qilishga harakat qilamiz. İşlashlar juda ham zo'r, a'lo darajada. Traktorimizga keladigan bo'lsak, traktorimiz Zuba 4x4 1125 motor bilan jihozlangan. 28 otchi. Motorimizda sovush sistemasi suv bilan bo'ladi. O'zida suvni sirkulyatsiyasi uchun suv pompalari, radiator, elektron ventilyatorlari qo'yilgan. Rollari gidravlikali bo'ladi. 100% gidravlikada ishlaydi. Mana ko'rganingizdek oldi silindrlari. Traktorimiz 4x4 aytib o'tganimizdek oldi ham vedushi hisoblanadi. Oldi peredoklari 304, 404 traktorlari bilan bir xil. Xudo xolasa peredokdan umuman muammo bo'lmaydi. Ya'ni 30-40 ot kuchi traktorlar uchun mo'ljallab chiqarilgan peredoklar. Narxi komplektida plugi, frezasi bilan birga $4700 bo'ladi traktorimiz. Rotorning kassilkamizga keladigan bo'lsak, rotorning kassilkamizda eni 1.65 m. Rotorning kassilkamiz traktorning oldi qismiga o'rnatiladi. Ya'ni bu bog'ning ichida ishlatishga, daraxtlarning tagidagi begona o'tlarni o'rishga ham juda ham zo'r hisoblanadi. Rotorning kassilkaning harakati orqadan romdan bo'ladi. Hech qanday remen bilan boshqa emas. Orqadan romdan oladi. Juda ham mustahkam, baquvvat ikki qator sep bilan ulangan. Hech qanday perelga qilinmaydi, kesilmaydi, qirqilmaydi. Shunday birga-bir tushadi. Rotorning kassilkamiz nafaqat Zuba traktorlariga, balki mini traktorlar 304, 404 sizda qanday traktor bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga o'rnatsangiz bo'ladi. Narxlari $1450. Kimga agar shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga aloqaga chiqasizlar.
yoki yanada qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga ham Xudo xolasa shu nomerlar orqali javob olishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.